Do'stlar, lokatsiyani qaranglar. Shirin chorrahadan 20 metr ichkariga kirganda 5 qavatli g'ishtli binoni 5-etajda 2 xonali skvoznoy kvartira sotuvga chiqyapti. Videoni o'tkazib yubormanglar, uy bilan tanishamiz. Do'stlar, uyga kirganimizda ixchamgina koridor, garderoblar qilib qo'yilgan qoladi. Buni yonginasida hojatxonasi, sanuzeli, razdelniy, oshxona verandaga ko'chirilgan. O'tirib choy ichish uchun sharoitlar qilib qo'yilgan, ko'rishlaring mumkin. Va koridordan to'g'ri yuradigan bo'lsak, mehmonxona qismi. Stol olib chiqib ketiladi, konseri qoladi. Bu yoqda yotoqxona qismi. Balkonga garderoblar qo'yilib, kiyim yuvish uchun sharoitlar qilib qo'yilgan. Uyimiz narxi 69.800. Uyimiz ma'qul kelgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumot olishlaring mumkin.